degandim. Bu yerda ikkita eshakni ko'ryapman deb o'yladim chog'i. Sekiroq. Nima rostdan ham kleriga yetolmayaptimi? Toni, yaramas. Nima bo'ldi? U fermani Adamga sotyapti. Borib qara to'nkani esini kiritib qo'y. Janjallashishni yoqtirmayman. Kim ham yoqtirardi? Yarim Irlandiya faqat men emas. Gaplashib ko'raman. Kerak yo'q. Rozmari. Nima? Yo'q. Hech nima. Kerak emas. Unga nima bo'ldi? Bunda sizni qo'lingizda yo'q deb umid qilaman. Toni firmani jiyaniga sotmoqchi. Adamgami? Amerikalikmi? Ha, shuning uchun ham o'sha erkin ekanda. Nega firmani Antoniga qoldira olmaysiz? Qarorim shu. Darvoza haqida gaplashmoqchi edingizmi? Keling, oldin Antoni haqida Bu gaplashsak. darvoza bilan nima ishing bor seni? Oilaviy firma sabab qolishini uqtirgansiz. Hech ham unday emas. Toni Rayli, men yo'limni to'smang. Antonini sevasanmi? Bu sezgidan ham ko'proq. Bu uchun esa yo'q. Darvozang ochiqligida o'tib ket. Siz bilan gapimiz tugamadi. Uni esi joyida emas. Menga baribir. Baribir uylanmaydi. Demak, men ham o'z uyimda yashayman. U o'z uyida. Rozmari, tezroq bo'la qol. Voy, fermani Yankiga sotmoqchi bo'lyapsiz. O'rayli. U Yanki. Men tomonga o'tib ketding. Qur'onim yo'qligi omadingiz. Ferma kim oshtiga qo'yilishini xohlaysanmi? Antoni hech qachon uylanmaydi. Yoz ayni avj pallasida. Asar daryodek suzib chiqyapti. Asalarilar qirolichasiga butun umr sodiq